Qo'lidan bo'g'da ham ish tikmaydigan qurt divanni ekspert bo'q idishlarda gapi. Yana islom yutdi. Umuman urushni bilmaydi, faqat kurashadi. 2-3 trenirovka qilsam men ham urib qo'yaman buni. Mahallamizda To'lanboy ham urib qo'yadi buni. O'zi bu bo'y sotilgan. Sotilgan bu bo'y sotilgan. Mashaqalarni ko'rsam, odamni o'ligini tashlayapti deb o'ylayman. Bunaqa ko'ra olmaydiganlar bitta biz o'zbeklarda emas, har bir millat vakillarida bor. Qo'lidan bir bo'g'da ham ish kelmaydi, qo'limga nima suv oldim bilmayman. Lekin men shu butun dunyoni ma'lumoti mana shu miyasida jamlangan odamdek o'zini tutadi. O'zi bir 5 ga 1da yaxshi qilishni bilmaydi, mo'ylovini siyray o'stirib olib yuradi menga o'xshab. Ko'chada yoz bo'lib yotibdi. Dunyoni xabari yo'q shekilli qish kelganidan shuhrat keldi. Meni telefon держателim. Hozir mana shuna qilib qo'yib video oldimda. Zo'rmi? O'rganinglar blogerlar. Olmaydiganlar bitta biz o'zbeklarda emas, har bir millat vakilida bor deb atay gapirdim, bildinglarmi? Yaqinda O'zbekistonga boraman-da. Hozirdan oldindan mana shuni oldini olib paxta qo'ymasam, ertaga borsam meni urishmasin talpa qilib. Amerikaga qaytib kelganimdan keyin meni hech kim ura olmaydi-yu, ursa ham ustidan yozib yuboraman deb o'zbekmiz deb davom ettiraveraman. Ozod ekan, terpil ekan degan ko't.